2005-yilda 6 oylik Oskar nomli mushuk AQShdagi qariyalar uyiga olib kelindi. Bemorlar u bilan o'ynash uchun, ammo deyarli darhol xodimlar g'alati holatlarni sezishdi. Odatda Oskar odamlar yonida bo'lishni yoqtirmas edi, lekin ba'zida u tasodifiy bemorning karavotga sakrab chiqib, uning yoniga yotib olardi. Avvaliga bunga hech kim e'tibor bermadi, ammo bemorlar ketma-ket vafot eta boshladi. Aynan Oskar kelgan bemorlar bu holat 25 marta ketma-ket takrorlangach, ma'lum bo'ldiki, Oskar qandaydir tarzda odamning umri oz qolganini sezadi. Olimlar taxmin qilishicha, u organizmda ajraladigan ayrim moddalarning hidini sezadi. Bu esa o'lim jarayonining boshlanishini bildiradi. Bu holat aksincha ham ishlagan. Shifokorlar bemor tez orada vafot etadi deb o'ylaganida, uning yoniga Oskarni olib kelishardi. Agar mushuk u yerda qolmasa, demak, xavotirga o'rin yo'q edi. 10 yil davomida Oskar taxminan 100 ta o'limni oldindan bashorat qildi va bu joyning o'ziga xos talismaniga aylandi.